Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukurlayevna. Bugungi darsimiz anatomiya. Mavzumiz nafas olish sistemasi. Mavzu rejasi. Nafas olish organlarining ahamiyati, burun bo'shlig'i, hiqildoq, kekirdak va bronxlar, o'pka va nafas harakatlari haqida ma'lumot beraman. Nafas olish jarayonida organizm bilan tashqi muhit o'rtasida aloqa va a'zolararo ta'sir bo'lib turadi. Bu o'zaro ta'sir natijasida organizmda har xil kimyoviy o'zgarishlar sodir bo'ladi va atrofdagi muhit havosining tarkibi o'zgaradi. Nafas olish a'zolariga quyidagi a'zolar kiradi. Birinchi burun bo'shlig'i, ikkinchi hiqildoq, uchinchi traxeya, to'rtinchi bronx va o'pka kirar ekan. Burun bo'shlig'i. Burun bo'shlig'i o'ng va chap qismdan iborat. Uning har biri tor burun yo'llariga bo'linadi. Bu yo'llarning yuzasi epiteliy bilan qoplangan bo'ladi. Epiteliy tukchalari atmosfera havosida hamma vaqt bo'ladigan changni tutib qoladi va harakati bilan tashqariga yuboriladi. Halqum og'iz bo'shlig'ini qizil'o'ngach bilan tutashtiruvchi me'da-ichak yo'lining oldingi qismi. Shakli egri naysimon, orqa yuzasiga qarab yassilangan, pastki qismiga qarab toraygan bo'ladi. Yutinish vazifasini bajaradi va nafas olishda ishtirok etadi. Halqum devorlarida o'pka, shuningdek ayrsimon qalqonsimon bez, qalqon oldi bezlari rivojlanadi. Halqumning uzunligi 12-14 sm. Halqum burun va og'iz bo'shlig'ining davomi bo'lib, pastdan hiqildoq va Yevstaxiyev naylari orqali o'rta quloqdagi nog'ora bo'shlig'i bilan tutashadi. Halqumning old devori deyarli yo'q. Halqumdan oldingi burun, og'iz bo'shlig'i va hiqildoq joylashadi. Shuning uchun halqumning yuqorigi burun yoki burun halqum qismi, o'rta qismi og'iz qismi va pastki hiqildoqning qismi ajratiladi. Burun halqum qismi burun va o'rta quloq bo'shlig'i bilan og'iz bo'shlig'i qismi bilan tomoq teshigi orqali og'iz bo'shlig'i bilan hiqildoq qismi esa hiqildoq bilan tutashadi. Hiqildoq qismi hiqildoqning orqa tomonida joylashgan, uning oldingi va orqa devorlari faqat ovqat yoki suyuqlikni yutish paytida bir-biridan uzoqlashadi. Boshqa vaqt esa bir-biriga tegib turadi. Hiqildoq orqa devorining yuqori qismida o'rta chiziq bo'ylab limfa to'qimasidan tuzilgan. Halqum murtagi joylashgan. Burun halqum qismining harakatsiz yon devorlarida o'rta qismi esa joylashgan bo'ladi. Bu esa nafas olish sistemamizdagi tuzilishi o'pkaning umumiy ko'rinishi hisoblanadi. Hiqildoq 4 va 6 bo'yin umurtqalari ro'barasida joylashgan. Havo o'tkazuvchi nafas yo'li, tovush hosil qiladigan ovoz apparati, ichki qavati tukli shilimshiq pardadan iborat, devor esa tog'ay va muskullardan tashkil topgan. Ichki qavatining o'rtasida tovush boylamlari va muskullari joylashgan bo'ladi. Kekirdak, ya'ni traxeya 6 hamda 7 bo'yin umurtqalari ro'barasidan boshlanib, 5-ko'krak umurtqasi ro'barasigacha davom etadi. Uzunligi 9-13 sm gacha yetadi. O'pka bir juft bo'lib, o'ng va chap o'pkaga bo'linadi. Tuzilishi konussimon tuzilgan. O'ng bo'lak 3 ta qismdan, chap bo'lak 2 ta bo'lakdan iborat.
O'pkaning o'rtasida kekirdak, qizilo'ngach, qon tomirlari, ayrisimon bez, nerv tolalari, limfa tomirlari va tugillari hamda yurak joylashgan. O'pkaning o'ng tomoni 3 bo'lakdan bo'lib, chap tomon 2 bo'lakka bo'lishining sababi chap tomonda yurak joylashgan. Shuning uchun chap bo'lagi 2 qismdan tashkil topgan. O'pkalar pastdan diafragma bilan chegaralangan. O'pkalar orqadan umurtqa pog'onasi bilan chegaralangan. O'pkalar oldingi tomondan esa to'sh suyagi va atrofida qovurg'alar bilan chegaralangan bo'ladi. O'pka alveolalari gaz almashinuv jarayonini kechadi. Devori bir qavatli epiteliy to'qimasidan iborat. Atrofi mayda qon tomirlari, kapillyarlar bilan to'rsimon shaklda o'ralgan. Soni ikkala o'pkada 750 million atrofida bo'ladi. Umumiy sathi 100 metr kvadratni tashkil qiladi. O'pkani tashqi tomondan plevra pardasi o'rab turadi. Plevra pardasi u 2 qavatdan, ichki va tashqi qavatdan iborat bo'lib, ular orasida torgina plevra bo'shlig'ini hosil qiladi. Plevra bo'shlig'idagi bosim atmosfera bosimidan past bo'lib, u nafas olib chiqarishda o'pkaning kengayib torayishiga qulaylik tug'diradi. Ovoz apparati baland gapirganda, yopiq holatda, pichirlab gapirganda, yarim ochiq holatda, jim turganda, uchburchak shaklda holatda bo'ladi. Ovozning o'tkirligi ovoz boylamlarining kalta yoki uzun bo'lishiga bog'liq. Ayollarda ularning uzunligi o'rtacha 18-20 sm bo'ladi. Erkaklarda esa 20-22 mm bo'ladi. Nafas harakatlari, nafas olish, qovurg'alarning ko'tarilishi, diafragmaning pastga tushishi orqali ta'minlanadi. Qovurg'alarning ko'tarilishi bo'yin va tashqi qovurg'alar aro muskullarning qisqarishi natijasida yuzaga keladi. Besi diafragmaning pastga tushishi uning muskullarining qisqarishiga natijasida sodir bo'ladi. Nafas chiqarishda ichki qovurg'alar aro va qorin muskullarining qisqarishi orqali ta'minlanadi. Ichki qovurg'alararo muskullar qisqarganda qovurg'alar pastga tushadi. Qorin muskullari qisqarganda diafragma yuqoriga ko'tariladi. Natijada esa o'pkadagi havo tashqariga chiqariladi. O'pkaning tiriklik sig'imi, nafas havosi biz bir marta nafas olganda 500 ml havoni yutamiz. Tinch turganda tashqi muhitdan olinadigan 500 ml havo, ya'ni o'pkadagi qo'shimcha havo 1500, tinch nafas olganda 500 ml nafas havosining ustiga o'pkadagi yanada 1500 ml havo kirishi mumkin. Qo'shimcha havo rezerv havo deb ataladi. Buning hajmi esa 1500 ml bo'ladi. Odam tinch nafas chiqarganda, so'ng nafas havosi 500 ml havo chiqariladi. Chuqur nafas chiqarsa o'pkadan yana 1500 ml havo chiqariladi. Bu zaxiradagi havo hisoblanadi. O'pkaning tiriklik sig'imi natijada bir marta olgan havomiz 500 ml, o'pkamizdagi chuqur nafas olganimizda 1500 ml, o'pkadagi rezerv havo 1500 ml, natijada hammasi bo'lib o'pkaning tiriklik sig'imi 3500 ml bo'ladi. Bu hiqildoqdagi ovoz boylamlarining ko'rinishi. Pichirlab gapirganda, gapirmagan holatda va baqirib gapirganda holatdagi ko'rinishi. Shu bilan darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada